Assalomu alaykum. 519-guruh talabasi Shukur va Ozoda. Bugungi mavzuyimiz xalqaro tajribalarni o'rganishning mohiyati nimalardan iborat? Reja. Birinchisi xalqaro tajribalar ta'rif va ahamiyati. Ikkinchisi xalqaro tajribalarni o'rganish usullari. Uchinchisi xalqaro tajribalar orqali olingan darslar. To'rtinchisi xalqaro tajribalarni o'rganishning ijtimoiy-iqtisodiy foydalari. Xalqaro tajribalar turli mamlakatlar va madaniyatlar o'rtasida tajriba almashish jarayonidir. Xalqaro tajribalarni o'rganish yangi g'oyalar va yondashuvlarni kashf etishga yordam beradi. Shuningdek, xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Xalqaro tajribalarni o'rganish mamlakatlar o'rtasida iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni kuchaytiradi. Xalqaro tajribalarni o'rganish, shuningdek, mamlakatlar o'rtasida barqaror hamkorlikni o'rnatish va rivojlantirish uchun juda zarur bo'lgan asosiy omillardandir. Xalqaro tajribalarni o'rganish usullari ko'plab metodlarni o'z ichiga oladi. Xalqaro tajribalarni o'rganish o'zaro tajriba almashish va innovatsion yondashuvlarni qo'llash imkonini beradi. Mamlakatlar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish, bilim va tajribalarni almashish orqali amalga oshiriladi. Xalqaro tajribalarni o'rganish mamlakatlar o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga yordam beradi. Bundan tashqari, xalqaro tajribalarni o'rganish global muammolarni hal etishda samarali yechimlarni topishga yordam beradi. Xalqaro tajribalarni o'rganish jarayonida bir qator muammolar yuzaga keladi. Xalqaro tajribalarni o'rganishda muammolarni aniqlash jarayoni